O'g'il bola, charchadim, vaqtim yo'q, motivatsiya yetmayapti. Aslida seni onang charchadi. Aslida seni otangni vaqti yo'q. Ularni ajinlariga qara, sen uchun tushgan bular. Ular butun hayotini seni kelajagingni ko'rish uchun tiqdi. Ular seni yuzingga aytib bilmas, lekin ichidan shuni kutadi. Shu uchun yashayapti. Boshqa ma'no yo'q ularning hayotida. Sen esa o'yin kulgi, bazm, qizlar, do'stlar, yig'ishtir bular hammasini. Vaqti kelib hammasiga hali ulgurasan. Ota-onang g'animat, omonat, ularni borida qadrla, duosini ol, yugur, mehnat qil. Hamma sharoiti bor, lekin ota-onasi yo'q insonlar qancha? Bil, erkak kishi ikki narsaga ishonishi kerak. Birini ko'rib, birini ko'rmasdan. Oynaga qaraganingda ko'rganingga ishon. Osmonga qaraganingda ko'rmaganingga ishon. Shuncha gapirdim. Agar shuncha gap ta'sir qilmasa, senga shu gaplar hayf. Ota-onang ham. O'g'il bola, charchadim, vaqtim yo'q, motivatsiya yetmayapti. Aslida seni onang charchadi. Aslida seni otangni vaqti yo'q. Ularni ajinlariga qara, sen uchun tushgan bular. Ular butun hayotini seni kelajagingni ko'rish uchun tiqdi. Ular seni yuzingga aytib bilmas, lekin ichidan shuni kutadi. Shu uchun yashayapti. Boshqa ma'no yo'q ularning hayotida. Sen esa o'yin kulgi, bazm, qizlar, do'stlar, yig'ishtir bular hammasini. Vaqti kelib hammasiga hali ulgurasan. Ota-onang g'animat, omonat, ularni borida qadrla, duosini ol, yugur, mehnat qil. Hamma sharoiti bor, lekin ota-onasi yo'q insonlar qancha? Bil, erkak kishi ikki narsaga ishonishi kerak. Birini ko'rib, birini ko'rmasdan. Oynaga qaraganingda ko'rganingga ishon. Osmonga qaraganingda ko'rmaganingga ishon. Shuncha gapirdim. Agar shuncha gap ta'sir qilmasa, senga shu gaplar hayf. Ota-onang ham. Drinking dope turned me to a superhero.